Patologlar orada xudo xolasa plastik patologlar chetlardan baget qo'yilib turibdi. Nega panellarda o'shtirdi Ka'batullohning rasmi tushgan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Ikki panel bu, ikki ajratib birlashtirib stik bor o'rtada salgina. Stikni yo'shtirsam o'sha bilinib qolajak qo'lni chiziqlari. Nerga bir shtuk taraq tushdi, o'rtasına nejek yaltiroqlar tushgan. Mana shunday. Ko'rishingiz mumkin. Lustralar. Lustralardan chiroyli bo'lib chiqqanligi. Bu yoqdan uyga kiraverishda bu yerga kafelarimizni bosib qo'yibmiz. Mana sizlardan endi ustanib qo'yamiz. Endi uzoqdan ko'rsatyapman. Mana uyga keltirsizlar. Uyga mehmon keldi mana. Kelishda mung narsadan zo'r chiqadigan bu. Ka'batullohning rasmi kelgan odam salomlashib ko'rgandan keyin bunga bir kamida 5-10 minut tikilib qolsa kerak uni ko'rib. Kim bo'lsa-da men diqqat e'tiborni tortadi. Zo'r chiqdi deb o'ylayman. Men shunday ochiq devorlar qo'ysansizlar, o'rtasidan to'q hech narsa tushirmadi, o'zi chiroyli yutib turish uchun buni. Endi bu yoqlamizda ishlab ketibdi, to'liq videolarni bu yil bitgandan keyin oxirida bir chiqaramiz. Bu yoqda avoylarni bosib turibmiz. Mana hozir avoylarni yoshtirib turibmiz. Sizlarga shu panelni ko'rsating deb video oldim hozir. Ko'rishingiz mumkin.